Hammaga assalomu alaykum. Ismim Asliddin Dilshodbek. Bugungi mavzuyimiz o'quv orkestrlardan ishlashda nota savodxonligi. Albatta, orkestr bu keng guruhli, keng ko'p sozlardan iborat cholg'u jamoasi bo'lib, bu yerda orkestrni yakka jamlash kerak va bunda albatta nota bilan to'g'ri ishlash kerak. Nota bilan ishlashda avvalambor kuydagi uning analiziga, alteratsiya belgilariga va kuydagi dinamik belgilariga e'tibor berish kerak. Masalan, misol qilib oladigan bo'lsak, Qashqadaryo partiyasidagi mana bu yerda 3 ta diyezli gammaga, bu yerdagi alteratsiya belgilariga va shtrixlarga ham e'tibor berish kerak. Shtrixlarni, bu yerdagi notalarni to'g'ri joylab, shtrixlarni bir xil qilib, dinamik belgilarni toza chiqarilganda orkestr yakdil bo'lib go'zal tarona chiqaradi. Xulosa qilish shuki, orkestrda go'zal soz, go'zal ohang chiqishi uchun orkestrda butun bir jamoa birdek